Alloh taolo nimani o'zidan so'rashni man qilgan? Aytilishicha, bir kuni Iblis Muso alayhissalom bilan uchrashibdi va debdi: "Ey Muso, Yaratgan seni o'zining payg'ambari va suhbatdoshi etib tanladi. Meni ham u yaratdi. Ammo men gunoh qildim va la'natlandim. Men Alloh huzurida tavba qilmoqchiman. U meni afv etishini va tavbamni qabul etishini istayman." Muso alayhissalom Allohdan so'radi: "Yo Rabbiy, Iblisning tavbasini qabul et." Alloh taolo xitob qildi: "U odamning qabriga borsin va sajda qilsin. Men o'sha zahotiyoq uning tavbasini qabul etaman." Ammo Iblis sajda qilishdan bosh tortdi va dedi: "Men odamga u tirikligida ham sajda qilmaganman. Endi uning o'ligiga sajda qilamanmi?" Rivoyatga ko'ra Alloh xitob qildi: "Ey Muso, mening marhamatim senga yaqin bo'lishini istaysanmi? Agar istasang, men yaqin kelaman." So'z tilga yaqin bo'lgandan ham, qorachiq ko'z oqiga yaqin bo'lgandan ham "Yo Rabbiy, albatta istayman" dedi Muso alayhissalom. Unda Muhammad Mustafa sollallohu alayhi va sallamga ko'p salovat ayt, xitob qildi Alloh. Yana Muso dedi: "Allohim, agar sen menga yaqin bo'lsang, men jimgina ibodat qilaman. Agar mendan uzoq bo'lsang, seni baland ovozda chaqiraman." Alloh bunga javoban xitob qildi: "Kimki meni eslab menga yaqinlashsa, men u bilan birga bo'laman. Men menga ibodat qilganlar bilanman. Kimki meni sevsa, men uni sevaman. Agar mening qulim meni izlasa, men uni albatta topaman." Qushayri risolasida aytilishicha, Muso alayhissalom degan: "Allohim, sen odamni o'z qudrating bilan yaratding va unga ko'plab mo'jizalar berding. Uning shukri nimada aks etdi? U barchasi haqida mendan o'rgandi." Javob qildi Alloh: "Yo Rabbiy, menga shunday narsani o'rgatginki, u orqali sening roziligingga erishay." Alloh xitob qildi: "Ey Muso, mening roziligim bu sening ham roziliging. Agar sen mening qarorimdan rozi bo'lsang, men ham sendan rozi bo'laman." Va yana Alloh marhamat qildi: "Ey Muso, qachonki faqir darvishlarni uchratsang, ularga ilm o'rgat. Boylarga behudaga o'rgatma. Ularga o'rgatib, faqirlarga o'rgatmaslik ilmni yerga ko'mish bilan teng." Alloh xitob qildi: "Ey Muso, sening xayrli amallaring qiyomatda og'irroq bo'lishini istaysanmi? Albatta, men buni istayman", dedi Muso alayhissalom. "Unda bemorlar holidan xabar ol, ularga g'amxo'rlik qil, darveshlarga yordam ber, ularni pokiza bo'lishiga ko'mak ber." Shundan so'ng Muso alayhissalom har oy bemorlarni ko'rishga bordi. Ularga g'amxo'rlik qildi. Shuningdek, darveshlarning kiyimlarini tozalashga yordam berdi. Molik ibn Dinordan rivoyat qilinadi: Alloh taolo Muso alayhissalomga buyurdi: "Ey Muso, o'zingga temir choriq yasa, qo'lingga hassa ol va yer bo'ylab toki chorig'ing yeyilmaguncha kezib chiq. Mening belgilarimni kuzat. Mening ilmlarim bilan o'zingni boyit." Musayyib o'z asarlarida quyidagilarni yozib qoldirgan: Muso alayhissalom bir kuni so'radi: "Yo Rabbiy, arsh va kursiy orasidagi masofa qancha?"
g'arb va sharq orasidagi masofadan 10,000 marta ko'pdir. Javob qildi Alloh. Muso alayhissalom dedi: Yo Rabbiy, sen menga Tavrotni berding, men bilan muloqot qilding. Ammo men 4 narsadan qo'rqaman va bir narsaga umid qilaman. Alloh so'radi: Ular nima? Ey Muso, yo Rabbiy, men faqirlikdan, o'lim oldi qiynoqlaridan, qiyomat dahshatlaridan va qabr azobidan qo'rqaman. Umidim esa sen menga bergan pok sevgidan. Shundan so'ng Alloh marhamat qildi: Ey Muso, agar sen faqirlikdan qo'rqsang, kunduzi ibodat qil, zuho namozini o'qi va sen faqirlikdan omonda bo'lasan. Agar sen o'lim oldi qiynoqlaridan qo'rqsang, unda shom namozidan keyin qo'shimcha ibodat qil. Qabr azobidan saqlanish uchun tunda 4 rakat namoz o'qi. Rajab oyida ro'za tutsang, qiyomat dahshatlaridan omonda bo'lasan. Ey Muso, agar sen 3 narsaning qadriga yetsang, men senga boshqa 3 narsani ne'mat qilib beraman. Tilingni yolg'on va lahvdan saqlasang, men senga jannatni in'om qilaman. Noma'qul do'stlardan uzoqda bo'lsang, men senga eng yaxshi hamrohlarni beraman. Agar sen o'z oshqozoningni barcha taqiqlangan va shubhali narsalardan asrasang, men senga donolikni in'om etaman. Ey Muso, mendan 4 narsani so'rama. Bularni sendan avvalgilarga ham bermaganman va senga ham bermayman. Mendan hech nimaga muhtoj qilmaydigan boylik so'rama. Boq, barcha yaratganlarim menga muhtojdir. Mendan g'ayb ilmlarini so'rama. Ularni mendan boshqa hech kim bilmaydi. Agar ularni o'zim senga xabarini bermasam. Mendan xalq orasida sen haqingda turli gaplar tarqalmasligini so'rama. Men ularning yaratuvchisi va rizq berguvchisiman. Men jon ato etaman va jon olaman. Men ularni jannatga yoki do'zaxga yuboraman. Shunga qaramay, ular men haqimda haqiqatni aytishmaydi. Shundan keyin ham men ularning tilini kesmadim. Seni deb ham bunday qilmayman. Mendan bu dunyoda abadiy qolishni so'rama. Faqat men abadiyman. Barcha yaratiluvchilar esa foniydir. Anvar ul Oshqon kitobidan.